Italiyada ayanchli avtohalokat sodir bo'ldi. Gretsiyaning PAOK klubi muxlislari o'tirgan mikroavtobus yuk mashinasi bilan to'qnashib ketdi. Hodisa oqibatida mikroavtobusning 7 nafar yo'lovchisi voqea joyida halok bo'lgan, yana 3 nafari tan jarohati olgan. Tarmoqlarda paydo bo'lgan videoda mikroavtobus quvib o'tishni amalga oshirgani, biroq o'z yo'nalishiga qaytishga ulgurmay, qarshisidan kelayotgan yuk mashinasiga to'qnashib, parcha-parcha bo'lib ketgani ko'rinadi. Ma'lum bo'lishicha, muxlislar Yevropa Ligasi doirasida Lyonga qarshi bahsni stadiondan kuzatish uchun Fransiyaga ketayotgan bo'lgan. Politsiya holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Lyon klubi hodisa yuzasidan hamdardlik bildirib, PAOKga qarshi bahs halok bo'lgan muxlislar xotirasiga hurmat bajo keltirish bilan boshlanishini bildirdi. PAOK prezidenti Ivan Savidi qurbon bo'lgan muxlislarning oilasi tashlab qo'yilmasligini, klublarga barcha zarur yordamni ko'rsatishini ma'lum qildi.